Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana bugun sizlar bilan veb dasturlash kursimizning 3-darsida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandman. Endi bugun sizlar bilan nima o'tamiz? Sizlar bilan asosiy strukturalar degan mavzuni boshlaymiz. Birinchi o'chirda dastur ishga tushirib olamiz. Visual Studio Code dasturini ishga tushirib olamiz va bu yerdan HTML va CSS papka ochib olamiz. File, new file, index.html, enter, рабочий stol hamda create file. CSS ham ochib olamiz sirasi. File, new file, style.css, enter, рабочий stol hamda create file. Endi HTML dasturida asosiy strukturani hosil qilib olamiz. Shift 1 va enter. Mana asosiy struktura hosil bo'ldi va HTML va CSS dasturlarini bir-biriga ulab olamiz. Link va CSS nomini yozamiz, tanlab olamiz. Mana bo'ldi. Ana endi asosiy struktura nima vazifani bajaradi? Mana misol uchun biz e'tibor beramiz. Mana bu yerda 3 ta qator yonma-yon turibdi. Ikonka, qanaqadir so'z va yana qanaqadir so'zlar. Mana shunaqa narsalarni yozishni o'rganamiz bugun sizlar bilan. Uning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Har doimgidek nimadir div class ochib olamiz. Nav1 deylik. Nav1 va enter. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu yerga misol uchun rasm qo'ysak, images tarafga mana qanaqadir rasm bor edi. Рабочий stolda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa HTML, CSS mana рабочий stoldami? Rasm ham shu yerda bo'lishi kerak. HTML, CSS qayerda bo'lsa, rasm ham shu yerda bo'lishi shart. Tushunarli? Shu narsaga e'tibor beringlar. Xo'p, rasmni qo'ydik. Endi h1 deymiz. U nimaligi? Misol uchun mana pingvin deylik. Pingvin rasmi P e'tibor bersanglar ma'lumotlar yozsak foydalanadi. Larem deb yozib, necha qator so'z kerak bo'lsa o'shani yozsak, mana larem 20 va enter bosadigan bo'lsak, bizga 20 ta so'z yozib beradi. Ana endi siz buni ko'ramiz, qanaqa ko'rinishdaligini. Ana bizda rasm bor, so'z bor va u haqida ma'lumot bor. Ana endi buni to'g'rilab, ozgina sal chiroyli qilib olamiz. Buning uchun CSS bo'limiga o'tamiz. Nuqta nav1 deb yozamiz. Endi birinchi o'chirda unga uzunlik berib yuboramiz. Width misol uchun 50%. Keyin margin beramiz 10 piksel. 10 piksel. Auto. Buning ma'nosi nima? Margin tashqi tarafidan joy ajratib beradi. Margin 10 piksel desa ham tepa va pastidan 10 piksel joy ajratib beradi. Auto degani ikkita chap va o'ng tarafidan qolgan masofani teng 2 ga bo'lib o'rtaga olib beradi. Mana buni ko'rib olamiz. Mana uzunligini width 50% qildi va margin 10 piksel avto qilganimiz uchun bizga ikkita chetidan bir xil joy ajratib berdi. Rasm o'lchami katta bo'lib ketganligi uchun sig'madi. Endi rasm o'lchamini to'g'rilab olamiz. Buning uchun nuqta nav1 va image nav1 ichidagi image degani. Unga uzunlik beramiz, width beramiz 100%. Nimaga 100%? Nav1 mana 50% dedik. Nav1 mana shu belgilangan 50% qismini sen 100% egallab olgin degan ma'noda. Mana kichkinalashdan ko'rgan bo'lsanglar, agarda kerak bo'lsa, height ham beramiz, balandlik. Height 60% beramiz. Umumiy uzunlikni 60% ni egallab olgan degan maqsadda. Endi biz tepaga height bermaganligimiz uchun biz 50 VH beraylik. Mana ko'rdinglar? 50 VH. Endi misol uchun mana 30% qo'yishimiz ham mumkin. Mana. Undan keyin text align center beradigan bo'lsa, text align center ham so'zlarimiz o'rtada oladi. Mana so'zlarimiz o'rtaga olib yozib ber. Endi bu bittali struktura deyiladi. Bittali struktura.
e'tibor beramiz. Agarda endi shu yerda ikkinchi strukturani hosil qilib olamiz. Misol uchun yana bitta xuddi shuni Ctrl C hamda Ctrl V qilamiz. Bas, yonma-yon bo'lib qoldi. Mana sig'may qoldi ozgina. Heightsini sal ko'paytirib qo'yishimiz kerak ekan. 50 emas, 70. 70 ham kamroq ekan. Ikkita ma'muni kamaytiraylik ozgina. 50%. Mana. Endi bularni yonma-yon qilishimiz uchun bitta div bo'ladimi, ikkita divmi? Ctrl C, Ctrl 4 ta divmi farqi yo'q. Nechta div bo'lishidan qat'iy nazar, ularni umumiy bitta divga olishimiz shart. Mana e'tibor berishimiz kerak. Bitta div, ikkita div, uchta div bo'ladi. Lekin mana umumiy bitta divda turibdi hammasi. Mana e'tibor bersanglar, nav mana div ustiga bossam, yopuvchisi pastdaligini ko'rsatib beryapti. Ko'rdinglar, mana ustiga bossam qattaligi mana bu yopuvchisi bu yerda ekan. Buni ustiga bossam bu yerda, buni ustiga bossam bu yerda. Mana olib tashlab turamiz. Bitta umumiy divga oldik buni. Ana endi. Ana sessiyaga o'tibdi. Sessiyaga o'tib ko'ramiz. Mana ikkita dona turibdi. Buni yonma-yon qolishimiz kerak. Uning uchun nima qilamiz? Uning uchun mana nav degan umumiy divimizga nuqta nav degan umumiy divimizga display flex beramiz. Display flex. Mana bizda ikkita ishimiz yonma-yon bo'ldi. Endi agarda biza mana shu yerga yana bitta qo'shadigan bo'lsak, Ctrl C, Ctrl V ko'radigan bo'lsak, mana ko'rdinglarmi? 3 ta bo'ldi. Xohlasak 4 ta qolsa ham bo'ladi yana. Mana endi bular sal orasi yopishib qoldi hozir. Bu nimaga? 4 ta bo'lganida umumiy uzunlikni bu umumiy uzunligidan ko'payib ketdi. Shuning uchun mana buni vitsini sal kamaytirib yuboramiz. 23% qilib qo'yaylik shuni. Mana ko'rdinglar? Ekrani nechta bo'ligi bo'lsa, yuzi o'sha emas. Yuzi 4 ga bo'ladi 25 dan. Endi men marjinini hisobiga sal 23 oldim, 2% marjinga ketdi deb, mana misol uchun HTML ga o'tib turib, mana yana Ctrl V ni bossak, mana yana bir-biriga qarab chiqyapti. Mana foizini kamaytirib qo'yadigan bo'lsak, 19% qilib. Mana ko'rdinglar? Bitta narsaga e'tibor beringlar, eng kerakli narsa. Div klasslarni yonma-yon qilib olishi asosiy sharti u nechta div klass bo'lishidan qat'iy nazar, umumiy bitta div ichida bo'lishi shart. Tushundinglar mana? Ochuvchi va yopuvchi oxirida. Mana shu ichida bo'lishi shart. Nechta bo'lishidan qat'iy nazar. Shu narsaga e'tibor berasizlar. Bugungi darsimiz shu. Sog' bo'linglar.